Yuri davriga tushib qoldingiz. Xo'sh, birinchi kun uchun bir necha maslahat. T-Rexni qidirmang. Yo'q hali. Bu yerga 80 million yildan keyin keladi. Ya'ni siz undan oldin keldingiz, tabriklayman. Lekin alazavr bor. O'xshaydi, faqat kichikroq, ozgina. 2 tonna. O't yo'q, umuman yo'q. O't hali o'ylab topilmagan. Hamma yer paprtni, qattiq tikanli bor-u. Ya'ni bu davrda yotadigan yumshoq joy yo'q. Bitta yumshoq joy bor, bo'tqoq. Yumshoq, lekin одноразовый aksiya. Meva yo'q, gul yo'q, shakar degan narsani o'zi yo'q. Nima bor? Araukuriya degan yong'oq bor, mazali, to'q tutadi. Paprtni yosh novdasi mumkin. Archa qubbasi mumkin, lekin xursand bo'lmaysiz. Sagonik bo'lsa juda chiroyli. Ko'rinishi eng yaxshisi, uni yemang. Undan keyin oyoqlaringiz ishlamay qoladi. Chiroyli narsani yemaslik qoidasi bu yerda ham ishlaydi. Tuxum bor, qovun kattaligida 3 kilo himoyasiz. Ko'tarasiz, og'ir, yugurasiz, ancha sekinroq yugurasiz. Onasi esa 20 tonna. Ya'ni tuxumni olishingiz mumkin, lekin qochib ketishingiz imkoni ancha past. Cho'milish shu. Suvda ichtiyozavr bor, ko'zi liqopchi kattaligida. Hayvonot dunyosidagi eng katta ko'z. Loyiha suvda ham ko'radi, qorong'ida ham ko'radi. Uchqurlikda yuradi va doim yuqoriga qaraydi. Siz bo'lsa, suv yuzasida oq futbolkada yoki qora futbolkada suzib yurgan bo'lasiz. Qolganini o'zingiz tushunmasangiz bo'ladi. Diplodok 25 metr. U sizni yemaydi, chunki ko'rmaydi. Shunchaki ustingizdan bosib o'tib ketadi va sezmaydi ham. Stegozavr miyasi yong'oq kattaligida, dumida 1,5 metrli tikanli. U yovuz emas, shunchaki nima qilayotganini bilmaydi. Dumini o'ynatadi va siz orqasida turgan bo'lsangiz, bu sizning muammongiz. Bu maslahatlar bilan taxminan 3 kun yashaysiz, maslahatsiz 1 kun. Farq katta emas, bilaman. Ikkinchi qismda kiyim olov va 3 kundan ko'proq yashash haqida aytib beraman.